voy qizlarjonlar, mana chiroyliligini nima deb atamni qaranglar, chiroyliligini. Bu Camilla firmasidan D chashkada pampushka, push-up, ya'ni mana ichini ko'ryapsizlarmi? Mana naполнители bor, tagida ko'tarib turadigan, ozgina ko'krakdan qisilgan do'mboqqina ayollar uchun. Buni yonidagi mablarni qaranglar, ryush qilib, mana qilib chiroyli qilib reshotka qilib qilingan lentalar bilan. Setkada yoni botmaydi. 3 ta zastёжкали. Bu D chashka bo'lgani uchun zastёжкasi 3 ta. Manbetlari mana pretelkalari qattiqqina. Yana bitta narsa, bunda hammasi krashenный mana furnituralar ko'ryapsizlar, hech qanaqa allergiya bermaydi badanga. Mana olchaga o'xshatib bunaqa furnitura qilingan chiroyli toshlardan. Ranglari oq, pudrasini qaranglar, chiroyliligini. Вечерний ko'ylaklar bilan, o'tbetlarga kiyadigan chiroyli koftalar bilan, ertaga yangi yilda korporativlarga kiyadigan ko'ylaklar bilan ayol qizlarimiz sizlarga maslahat beraman. Mana shuni qorasi, qizili, bejli ranglari bor. Razmerlari 95, 100, 105 объем. Juda ham chiroyli chashka undan выпук yo'nlig'i chiqqan ko'ryapsizlarmi? Rosa chiroyli forma beradi. Sizlarni do'konda kutib qolamiz.